Faberlic kompaniyasining mahsulotlari 100% tabiiy va tarkibiga organizm uchun zararli bo'lgan mahsulotlar qo'shilmaydi. Shuning uchun ham men Faberlic kompaniyasini tanlaganman. Eng meni sevadigan seriyam bu Dom Faberlic, ya'ni mo'yshe sredstvalarni juda ham yaxshi ko'raman. Sababi men o'zim allergen bo'lganim uchun menga qo'llarni kuydiradigan, o'tkir hidli mahsulotlar umuman to'g'ri kelmaydi. Nafasimni bo'g'ib qo'yadi. Shuning uchun men Faberlic kompaniyasining mahsulotlarini bemalol maska taqmasdan, qo'limga perchatka kiymasdan erkin holda ishlataman. Mana nima uchun men Faberlic kompaniyasini tanlaganman. Yana bitta zo'r mahsulotini tanishtirib o'taman. Unitaz va rakvinalar uchun mo'ljallangan mahsulot. Ishlatasiz, judayam zo'r tozalab beradi. Eng menga yoqadigani ham toza qiladi, ham hidi yo'q. Masalan, tozalash jarayonida dimog'imga urmaydi. Mazza qilib, hech qanaqangi meni organizmimga nojo'ya ta'sir ko'rsatmasdan men uydagi ubоркalarimni qilib olaman. Mana shuning uchun ham men Faberlic kompaniyasining mahsulotlarini tanlaganman. Agarda siz ham o'tkir hidlarni yomon ko'radigan va achitadigan mahsulotlarga allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, обязательно Faberlic kompaniyasining mahsulotlarini ishlatishingizni tavsiya qilaman.